Assalomu alaykum, Real Xorazm obunachilar. Bugun Urganch arzon kiyim-kechaklarni narx-navolar bilan tanishtirmoqqa keldik. Manzilni yaladon bo'lsa, to'g'rida 9 etajdan girish bo'ladi. Bantra pavilyon bozor o'tib ketish bo'ladi. Referzab kam messasi. Hozir bilan boshdan narx-navolar bilan tanishtirib chiqamiz. Ava. Assalomu alaykum Feruza aka. Assalomu alaykum, keling. Yaxshimisiz? Yangiliklar keldi endi. Ko'ylaklarimizni ko'rsatamiz. Bu opalar ko'rayotgan ko'ylaklar hammasi 40 ming so'mdan. Mana. 40 ming so'mdan. 10 xil sveti bor mana. Bu yangi keling. 50 dan tortib 62 gacha razmerimiz bo'ladi. Eng kichkinasi 50, eng kattasi 62 mana. Svetlari bor. Bu yerda koftalarimiz bor. Pishirding-a. Tushirma axir. Bular 40 ming so'mmi? Bular 40 ming so'm deydi. Bitta koftamiz, mo'yinni qarang. Qora oq koftamiz bor. Bu qorasi, oqi ham bor. Bular 20 ming so'mdan. Bularda gulligi ham bor. Qizlarimizga koftalarimiz bor. Ichida lemkasi bor. Bularni 90 beramiz. Ichida lemkasi bilan 90 ming so'm. Bularimizni 70 ming so'm sotayotdik. Ikkinchi kuni faqat 60 ming so'mdan beramiz. Bu uzun fasoni. Mana bu kalta fasoni. Mana bularda 60 sotayotdik. Endi ikkosini ham 60 ming so'm qilib beramiz. Ikkinchi kundan kelaveradi. Ne bu nasıl? 40 ming so'mlik ko'ylagimiz, shimlarimizni ikkinchi kuni bir kunga 75 ming so'mdan qilib beramiz. 75 ming 75 ming bir kunga. Ko'ylaklarimiz kelgan. Mana bu markizalarni saylab oladi, 120 mingdan markizalar beramiz ishtoni bilan. Bulari bor. Velikan 60 gacha ishtoni bilan 60 ming 70 ming so'm. Bulari 60 minglik. Pora bilan. Bu yonda bor mana, svetlari bor. Mana onisi bor. Buni oxiri 65 etib beramiz. Mana bunisi bor. Mana svetlari bor buni ham. Mana 1 2 2 xil svet. Bu bilan 3 xil svet. 45 mingdan berib olamiz. 5 ming so'mmi? 45 ming so'mdan beramiz. Razmer 65 esanmi? Yo'q, razmer bular standart bo'ladi. Ha, standart. Standart bo'ladi. Mana shunimizni, shu ko'ylagimiz, ana u boshida manekenga ham kiydirganmiz. 3 xil sveti bor. Bularda 65 mingdan berib olamiz. 65 ming so'mdan. Ana, olsin. Endi futbolkalarimiz. Qarang. Ikkinchi kungada o'zi bular 35 ming so'mlik. Qo'ygani. Bundan tashqari bu yerda qo'ygan hammasini 25 mingdan qo'yamiz. 25 ming so'm. 25 ming so'mdan. Ya sho'dan boshlanadi 25 ming so'm. Ava mana. Eng kattasi mana. 25 ming so'mdan. Eng katta razmer shu. 25 mingdan qo'yamiz. Svetlarni saylab oladi. Qanaqasidan siz? Ikkinchi kunga qo'yasizmi? Ikkinchi kundan 25 mingga qo'yib beramiz. Ikkinchi kundan 25 ming so'm olib ketaverasiz. Svetlari bor, har xil sveti bor, razmerlari bor. Shalvarlarimiz, shu bir shalvardan tashqari mana. Shu bir shalvarimiz 35 ming. Qolgan hammasini 25 mingdan qo'yib beramiz. Birinchi kun ishlamaydilar, qonanmagan ish. Ikkinchi kundan kelamiz, lekin buni 70 gacha razmeri bor. 70 gacha razmerimiz bor buni. Hozir velikan. Shularni ham 25 dan qo'yib beraman. Kelaveradi. Qaniki 70 razmerini bitta ko'rsatib beraman men sizga. Eng kattasi 70 ko'rsatavering. Kelaveradi. 70 gacha razmer beraman, 25 ming so'mdan qo'yib beraman. 25 ming so'm ikkinchi. Saylab ola. Nima shortilar 15 mingdan qo'yib beramiz. Shortilar 15 ming so'm. Shortilar saylab oladi. 15 ming so'mdan. Lekin razmerlarimiz katta-katta. Mana. Razmerlarina katta. Mana xb deganlarga mana xabatda xb turkolarimiz ham bor 25 mingdan. Mana. Bu ko'ylaklarimiz 30 ming so'm. 30 ming so'm. Nima? Shu ikkisini ko'rsating, yuqori pastlarni. 110 ming so'mdan bitiramiz. 110 ming so'mmi? 110 ming. Endi bu yonga keling. Buni oxiringi baho faqat ikkinchi kuni qo'yib beramiz. Saylab oladi. Bozorda ham bu narxni bilmayman, lekin men 130 ming so'mdan saylab oladi. 130 ming so'mmi? 140? Ha, bo'pti, 140 ekan, kechirasiz. 140. 150 mingdan sotdik, 140 ming so'mdan qo'yib beramiz. 140 ming so'm mayna bo'lmasilar. Mana 3 tasi bor. Bularni 170, 160 sotyapmiz. Bular emas lekin. Qo'ygani mana bundan buyon. Bu eng kichkinasi.
Eng kattasi 170 bang. 160 beraveramiz. 160. Oxiri mana shu uchasini 160 qilib beramiz. Qolganlari 140 mingdan saylab olsin. Bular 170 180 sotilyapti. Mana. 140 ming so'mdan beramiz. Jenskiy nima qizlarimizda futbolka shortiga bor, 100 so'mdan beramiz. 100 ming so'mdan do'yga. Ava, oldidagi 3 ta futbolkamiz bor. Ko'rsating 10 ming so'mdan beramiz. Mana. 10 ming so'mdan. Ulgurib qolganga mana ozgina qoldi. Buni ham aksiya qilib 10 ming so'mdan qo'yib beraman. 10 ming so'm. Agar ulgurib qolsin ozon bilan. Inobonasi bor. Mana. Kelaveradi. Ikkinchi kuni xudo xolasa yana ko'ylalarimizdan yangiliklar keladi. Ikkinchi yili yana Assortimentlar keladi ko'ylalarimizdan. Hozircha boriga shu. Kelib bemalol xarid etib ketishaveradi. Obunachilar videomiz shulardan iborat edi. Video kimga foydali yoqqan bo'lsa, birdan like bilan birdan obuna bo'lish knopkasini bosib qo'yasiz. Shunday videolar ko'p chiqishini xohlasangiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.